Yurttaşlar, hammaga assalomu alaykum. Bu imoratimiz Kichkintoyning orqa tomoni, elde tomonidan tushirmak ozgina vaqt yetmedi. Bu imoratimiz Sun'iy stadionni Dasafning yonida, Oran tarafdan elde hozir ichani bir ko'rsatamaslar. Kichkintoylarimiz uchun mebellar, nelar kim qarab bergan bo'lsa. Bu yerda kolyaskalar, beshiklar. Hozir ikkinchi etajdan ko'rsataman, xudo xolasa. Kichkintoylarimiz uchun xadonok deysizlarmi, boshqa deysizlarmi, mashinalarmi, igrushkalarmi, xullas, liboy narsalar bor. Biz 3-chi etajdamiz. Bu stoliklar dastyalidon kichkintoylarimiz uchun. Mebellarga qaranglar, вообще. Rasulbek do'stimizni o'zining производствоsi, o'zi primoy ishlab chiqaruvchi. Kichkintoylar. Вообще lestnitsalari bilan mebellarga qara. Bolalarimiz uchun stadiondan kelaverish. Bu Asato'xona tarafdan o'rta setakurdan kelish. Hali düzültdilar ishlarini. Endi ochilish bo'ladi, xudo xolasa. Hammangizga maslahat beraman. Kelib bir ko'rib ketsangizlar. Kimlardir shunday mebellarni qarab berganlar. Jajji farzandlar uchun. Вообще qarasangizlar, xo'chiray bolalar hazatib yotadi. Bolalarni o'zlari uchun bir ertak. Daskela deysizlarmi? Xullas, hamma narsa bor. Bolalarni dastyalash uchun partalari. Chunki bolalara nechalik shu narsalarni yaratib bersang, shunchalik ilmi oshadi. Xullas, adresini aytdim. Rasulbek do'stimizning telefon nomerini pastga qoldiraman. Kelib bemalol ko'raveringlar. Tez ochilish kuni bo'ladi, xudo xolasa.